Assalomu alaykum, Asfaltchi bola kanali kuzatuvchilari, yaxshimisizlar, salomatmisizlar? Xo'p, bugungi sanamiz 23-mart. 23-martda qilgan obyektimizni ko'rishingiz mumkin. Bu Toshkent shahrida, Xudo xolasa, ko'rib turganingiz shu supermarketimiz olib bo'ldi, istashga edi, ammo oxirigacha qilib asfaltimizni yotqizib berdik. Cho'tka qilib idealniy chiqdi. Qaranglar, asfalt uqlachikda yotqizilgandek o'xshab ketadi. Negaki, bolalarimiz bari professional, hammasi o'z ishining ustalari. Mana bolalar hozirda endi gribokchimiz tekislashini kutib turibdi. Bolalar bu yoqda sekin dam olib turibdi. Qaldirg'ochli balalarga o'xshab terilib olgan. Shunaqa o'tiribmiz endi, og'iz ochishga 5 minut qoldi deb. Xo'p. Asfaltimizni mana ko'rishinglar mumkin, har doimgidek o'zini chiroyli taxlaganmiz, cho'tka qilib qo'yganmiz, idealniy qilib katogimiz bosmoqda. Asfaltchi bola butun O'zbekiston bo'ylab asfalt yotqizishlarni olib boradi. Faqat sizlar videoni ko'ryapsizlar, prosmotr bo'lyapti. Bizga podpiska tugmasini bosib qo'yinglar. Bizani doim kuzatib tursanglar, biz xursand bo'lamiz. Mana shunaqa asfalt haqida ma'lumotlarni berib o'tamiz. Va bizning asfalt yotqizish xizmatimizdan foydalanishingizni tavsiya qilaman. Hovliga ham asfalt yotqizib beramiz, ko'chaga ham, zapravkalarga ham, istalgan joylarga biz asfaltimizdan sifatli qilib yotqizib beramiz. Asfaltchi bola o'zi doim xalq xizmatida yuradi. Mana shunaqa komandamiz ham xuddi shunaqa. Asfaltchi o'zi doim shunaqa sifatli maydasidan foydalanamiz. Yotqizilgandan keyin ham bu luboy fasadga, to'g'ri kelgan fasadga tushib ketaveradi. Buni qaranglar, qanaqa ajoyib chiqqanligini. Zuhriddin akam gribok bilan chiroyli tortmoqda, qaranglar, qanaqa idealniy qilib o'zlarigacha yo'qotib beradi. Cho'tka qilib, xudo xolasa qilib beramiz. Xizmatinglar bo'lsa aloqaga chiqib ko'rasizlar. Xo'p. Telefon raqamlariga keladigan bo'lsak, Toshkent shahar, Toshkent oblasti bo'ylab 94lik kod bilan 538 4463 va O'zbekiston bo'ylab desam bo'ladi, ya'ni voha bo'ylab asosan faoliyat olib boradigan nomerimiz 94lik kod bilan 283 49 79 nomeriga ham aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Ya'ni Jizzax, Sirdaryo, Samarqand, Navoiy bemalol obyektivlar bo'lsa qilib beramiz. Buxoroda bo'ladigan bo'lsa obyektivlar sal kattaroq obyektivlar bo'lishi zarur. Navoiy viloyati, mana bu Uchquduq tumaniga, Zarafshon tumanlariga ham bemalol borib yotqizib beramiz. Xo'p. Vodiy bo'ylab o'zingizlar bilasizlar, Farg'ona asfalt, ya'ni bizning filialimiz ish olib boradi. Farg'ona asfalt filialimiz bilan bizning asfaltimiz bir xil, juda ham idealniy asfalt. Ko'ringlar bitta yaqindan o'zingizlar. Buni xo'p, nimaga o'xshatish mumkin? Agar yeydigan narsa bo'lganda men sariyog'ga o'xshatardim, nonga surtib silliq qilib yevorsa bo'ladi. Bu albatta hazil. Silliqligi haqida gapirib o'tdim. Toshmayda juda ham sifatli bo'ladi, xudo xolasa. Komanda birpas dam olib ishga tushdi. Chunki shuncha asfalt yoyishda ham o'zi bo'lmaydi. Lekin bu komandamiz bunga o'xshagan kvadratlarni bir kunda, agar ertalab soat 9 dan asfalt keladigan bo'lsa, kech soat masalan 7 gacha deylik, 7 gacha bunaqa joyda 10 tasini spakoyni asfaltini yotqizib bera oladi. Komanda hammasi zo'r ishlashadi, hammasi yaxshi bolalar. Mana bu yoqqa tashoring sal chuqur bo'lib qolibdi. Mana shunaqa kam ko'z joylari bo'lsa aytiladi. Mana gribokchimiz tekislagan vaqtida mana shunaqa kam ko'z joylarini bu kishi ham aytadi. Xo'p. Suv qolmaydigan qilib beramiz, xudo xolasa. Suv ketadigan joylari bo'lsa bo'ldi. Bu obyektimizni ukloni mana bu yoqdan suv kelganda, mana oxirigacha chiqib ketadigan qilib berdik, xudo xolasa. Albatta Asfaltchi bola kanaliga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Asfaltchi bolaga like bosib qo'yinglar. Mana Zuhriddin akam uchun ham bitta like bosib qo'yasizlar. Birdan doim meni internetga chiqarmadi, lekin baribir chiqasaveraman. Xo'p. Bizdan uzoqlashmanglar. Asfaltchi bola doim xalq xizmatida bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar va videoga like bosib, yana bir bor aytaman, podpiska tugmasini bosib qo'ying. Bizdagi yangiliklardan xabardor bo'lasizlar. Salomat bo'linglar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Asfaltchi bola doim sizlar bilan. Instagram kanalimizga ham Asfaltchi bola chiqadi, bemalol podpiska bosib qo'yishingiz mumkin.